Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "Hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullohu fa asammahum wa a'ma absarahum." Alloh taolo aytadiki, balki sizlar iymondan yuz o'girarsizlar. Balki yer yuzida fasod qilarsizlar yoki silay rahmni uzib qo'yarsizlar. 3 ta yomon illat haqida gapirilyapti. Birinchisi, iymondan yuz o'girish. Bundan da yomon narsa yo'q dunyoda, azizlar. Ikkinchisi, yer yuzida fasod qilish, buzg'unchilik tarqatish. Bu ham katta gunoh. Uchinchisi, silay rahmni uzib qo'yish, qarindoshlar orasidagi rishtani uzib qo'yish. Shuni qilarsizlar balki sizlar. Agar shuni qilsalaring, ulaikallazina la'anahumulloh. Ana shular Alloh la'natlaganlar va Alloh ularni kar va ko'zlarini ko'r qilib qo'yganlar bo'ladi, deyapti. Agar kim bugun qarindosh urug'lari bilan rishtani bog'lamasdan ularni esidan chiqarib yuborgan bo'lsa, bitta narsadan xavotirga tushsin. Allohning la'nati tushib qolishdan ehtiyot bo'lsin. La'anahumulloh. Oyat ochiq, bu Qur'on bu. Alloh ularni la'natlaydi, quloqlarini kar, ko'zlarini ko'r qilib qo'ygan bo'ladi.